yashaymiz, lekin begonalardek yashaymiz. Dada, kecha to'qib beraman degandingiz. O'g'lim, hozir juda ham ishlarim ko'p edi. Boring siz ko'chada o'ynab turing, xo'p? Ko'chada hech kim yo'q ekanda. Dadajim, Ona qizim mana oyizni telefonidan Masha Medved ko'rib turing multiklarni, xo'pmi? Boring. Dadasi iching. Qo'yib qo'ying. Dadasi, Xo'p. bugun to'yimizga ham 12 yil bo'ldi. Rostdanmi? Ayting, biror nima kerak bo'lsa, sovg'a qilaman. Baribir topib beramiz. Nima qilasiz so'rang. Biror marta aytganingizni olib bermaganmanmi? Ayting. Darrov muhayyo qilaman. Istaganingizmi? Bilasiz-ku, men bitta gapiraman. Alamayapsiz-a? Yo'q. Unda o'zingizdan ko'ring. Nima ekan u? Juda ham qiziqtirib yubordingiz. Vaqt sovg'a qiling. Qanaqa vaqt? Boshqa hech narsa kerak emas. Har kuni kechqurun mana shu qo'lingizdagi telefonni titkilaysiz. O'sha telefoningizni titkilashga ketkazgan vaqtingizdan 1 soatgina oilangizga, farzandlaringizga, menga sovg'a qiling. E'tibor bering. Bitta uyda yashaymiz, lekin begonalardek yashaymiz. Hozirgi kunda ko'plab oilalarda mana shunday holatlar bo'layotgani tabiiy hol. Ijtimoiy tarmoqlarga ko'proq vaqtimizni sarflab, oilamizga bee'tibor bo'lib qolmayapmizmikin? Siz qanday fikrdasiz?